Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar nafasi har bir mahalla va xonadonlarga kirib bormoqda. Bu e'tibor sabab har bir mahallada to'kin hayot va barqaror daromad manbalari yaratilyapti. Aholini ishli, daromadli qilish va albatta hududlarning ijtimoiy va iqtisodiy salohiyatini oshirish bilan chambarchas bog'liq jarayondir. Davlatimiz rahbari tomonidan aholining moddiy imkoniyatlarini yaxshilash, iqtisodiy ko'rsatkichlari past hududlar salohiyatini oshirish borasida doimiy ravishda e'tibor berib kelinmoqda. Ayniqsa joriy yilning 6-mart kuni mahallalarda tomorqalardan samarali foydalanishni tashkil etish orqali aholi bandligi va daromadlarni oshirishga qaratilgan ishlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmoyish qabul qilingach, bu boradagi sa'y-harakatlar yanada jadallashdi. Jizzax viloyatining Mirzacho'l, Paxtakor, Zardor tumanlari hamda Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Agrobank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruviga biriktirib berildi. Bank tomonidan mazkur farmoyishda belgilangan dolzarb bir oylik safarbarlik doirasida infratuzilmani yaxshilash va aholi tomorqalarida hamda ijara yer maydonlaridan samarali foydalanish, serdaromad ekinlarni ekish bo'yicha manzilli ishlar boshlab yuborildi. Eng avvalo respublika byudjetidan zarur mablag'lar ajratilib, tomorqalarga suv yetkazib berish uchun latok yotqizish, irrigatsiya tarmoqlarini tortish, nasos o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari mahallalarda elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida simyog'ochlar o'rnatilmoqda. Elektr tarmoqlari tortilib, transformatorlar yangilanyapti. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki mutasaddilari mazkur tumanlarda bo'lib, dolzarb bir oylik doirasida hudud infratuzilmasini yaxshilash, aholi turmush darajasi, daromadlarni oshirish yo'lida amaliy ishlar olib bormoqda. Masalan, Mirzacho'l tumani Ipak yo'li mahallasida olib borilayotgan amaliy ishlar aholining tadbirkorlik tashabbuslarini jonlantirgani rost. Mahallaning foydalanilmay turgan yer maydonida limonchilikka ixtisoslashtirilgan 1 gektar issiqxona va yangi yoshlar bog'i tashkil etildi. Bundan tashqari Agrobank tomonidan biriktirilgan tumanlarga issiqxona tashkil qilish va kambag'al xonadonlarning tomorqalaridan samarali foydalanishga zarur bo'lgan ko'chat, urug' va boshqalarni xarid qilish uchun homiylik mablag'lari ham ajratildi. Albatta, sarflangan mablag'lar hisobot uchun bo'lib qolmay, odamlarga millionlab daromad keltirish kerak. Shu bois har bir loyihani boshlashdan oldin respublikamizdagi ilg'or tajribalar o'rganildi. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruvi tomonidan ushbu tumanlardagi mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilishi bilan bir qatorda fuqarolarning muammolari ham tinglanib, joyida hal etilmoqda. Shuningdek, imkoniyati cheklangan fuqarolar holidan muntazam xabar olinib, kerakli tibbiy vositalar bilan ta'minlanmoqda. Bu boradagi ishlar Mirzacho'l tumanidagi Toshkent mahallasida ham jadal sur'atlarda davom etmoqda. Bank mutasaddilari bu yerda ham infratuzilma, suv va elektr ta'minotini yaxshilash, aholi turmush darajasini yuksaltirish, tomorqa xo'jaliklaridan samarali foydalanish yuzasidan ijobiy natijalarga erishish yo'lida xizmat qilmoqda. Mazkur sa'y-harakatlar Jizzax viloyatining Paxtakor, Zardor tumanlari hamda Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida ham faollik bilan davom ettirilyapti. Paxtakor tumanidagi Suvonobod mahallasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu mahalla og'ir toifadagi mahallalar qatoriga kiradi. Bugungi kunda mahallada 4000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bank vakillari tomorqadan samarali foydalanib, yuqori daromad olayotgan tadbirkorlar faoliyatini daromadi past xonadonlarga tatbiq etish bo'yicha ham aholi vakillari bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Respublika Agrobank bizning og'ir toifadagi hududga biriktirilgan, kelib xonadonlarda o'rganib, o'zlarining yordamini ayamay, mana kam ta'minlangan oilalarning har biriga ko'chatlarini berib, ekish jarayonida ham qatnashyapti. Hozir bizda ijtimoiy reyestrda turadigan 74 ta xonadon bor. Agrobank tomonidan 500 tadan ortiq ko'chat tarqatildi. Har bir oila tadbirkor dasturidan parnik qo'ziqorinchilik yo'nalishida kredit ajratildi. Dolzarb oylik davomida Zardor tumani Taraqqiyot mahallasini suv bilan ta'minlash maqsadida bu yerda qo'shimcha artezian quduqlar qazilmoqda. Natijada 300 ga yaqin xonadon tomorqasini erkin sug'ora oladi. Mahallamizga 3 milliard 200 million so'mga yaqin mablag' ajratildi. 3 ta artezian quduq qaziladi. Bu mablag' hisobidan 1200 metr suv ariqlari tiklandi. Tomorqadan endi samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldik. Agrobank tomonidan dolzarb bir oylik safarbarlik doirasida amalga oshirilayotgan bu sa'y-harakatlar mahallalarda aholi daromadi, odamlarning turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan. Albatta, bu tashabbuslar aholi daromadining oshishiga, turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi.